Oila bilan dam oladigan joy ekan bor-ku. Vobshe sokin ham chiroyli ekan. Said aka, bu qayerdamiz hozir? Bu yer Kichikchekmachi sohili. Nimadan vatandoshlarimiz kelsa, Istanbulga kelganlar har biriga tavsiya qilaman kelishni. Kelish ham juda ham qulay. Marmarayni hamma biladi. Marmarayda Florya akvarium duragidan tushadi va 5 daqiqalik yurish masofasida joylashgan. Ko'pchilik masalan dam olish vaqtini Uskudarga borishadi, Eminönü'ga borishadi. Juda ham tiqilinch va inson emni-erki hordiq chiqara olmaydi, lekin bu yerda mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Juda ham sokin, odam kam va manzarasi juda ham chiroyli. Bunday qarab, xususan ya'ni yosh oilalar, yangi uylangan oilalar kelib turib romantik kun o'tkazishligi uchun juda ham yaxshi yer deb tavsiya qilaman va bu yerda ovqatlanadigan davlatni qo'ygan restoranlari ham bor. Tashqaridagi oladigan narxining yarim narxida hozirgina biz chiqdik. Juda ham ovqatlari mazali, ham juda ham arzon. Va oila bilan keluvchilar ham masalan cho'milsa bo'ladi, mana cho'miladigan yerlarni ham chiroyli qilib tayyorlab qo'yishgan. Ya'ni yosh bolalar cho'miladigan yeri ham bor, kattalar cho'milsa ham bo'ladi va bunaqa qayiqlarni ijaraga olsangiz ham bo'ladi. $150 dan boshlanadi. Xohlagan odam kelib baliq tutsin, mana baliq tutishyapti, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Har bir vatandoshimizga tavsiya qilamiz va buni adresini, manzilini izohda, ochiqlamada ham qoldiramiz. Har bir vatandoshimizga tavsiya qilamiz.